Mujtaba Jumbog'i AQSh va Isroilni Eronning haqiqiy yetakchisini izlashga majbur qilmoqda. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. AQSh Markaziy razvedkasi boshqarmasi va Isroilning Mossad razvedkasi Eronning yangi oliy rahbari deb e'lon qilingan Mujtaba Xamanaiy haqiqatdan ham mamlakat rahbariga aylangani haqida tasdiq olishga harakat qilmoqda. O'ldirilgan Ali Xamanaiy o'g'lining rahbar sifatidagi salohiyatiga shubha uning uzoq vaqt davomida jamoatchilik oldida ko'rinish bermagani tufayli paydo bo'ldi. Bu haqda Axios manbalariga tayanib xabar berdi. Mujtaba AQSh va Isroil harbiy operatsiyasi boshlanganidan buyon yo'qolib qoldi. Uning 12-mart kuni xalqqa murojaati boshlovchi tomonidan o'qib eshittirildi. Yana bir murojaat 20-mart kuni tarqatildi. Axios manbalariga ko'ra, Amerika va Isroil maxsus xizmatlari Mujtabaning Navro'z bayrami munosabati bilan chiqish qilishini kutgan. Biroq yakunida faqat yozma bayonot e'lon qilindi. Bizda aynan u buyruq berayotgani haqida hech qanday dalil yo'q, deb nashr Isroilning yuqori martabali amaldorlari iqtibos keltirdi. Aksiya suhbatdoshlaridan yana biri vaziyatni o'ta g'alati deb atadi. Biz eronliklar marhumni oliy yetakchi sifatida saylash uchun shuncha mashaqqatga boradi deb o'ylamaymiz. Biroq shu bilan birga bizda uning mamlakatni boshqarayotgani haqida dalillar yo'q deb ma'lum qiladi manba. Uning aytishicha, Markaziy razvedka boshqarmasi Navro'z bayrami munosabati bilan e'lon qilingan kichik Xamanaiy suratlari yangiligini tekshirishga harakat qilmoqda. Aksiya suhbatdoshining ta'kidlashicha, Eron prezidenti Masud Pezeshkian o'z navbatida video murojaat yo'llagan. Biz Mujtabani hech bo'lmaganda qanday ko'rinishda bo'lsa ham ko'rishni xohlagan edik, lekin u ko'rinish bermadi va bu xavotirli signal, deb xulosa qildi manba. Reuters may oyida boshida Mujtaba Xamanaiy 28-mart kuni Isroil va AQShning Eronga bergan birinchi zarbasi chog'ida yengil jarohat olgani haqida xabar bergan edi. The Telegraph nashrining ta'kidlashicha, Ali Xamanaining o'g'li hujumdan biroz oldin bog'ga sayrga chiqqani uchun raketa hujumidan omon qolgan. Eron rasmiylari hujum chog'ida Mujtaba jarohatlanganini tan oldi, biroq u jiddiy jarohat olmagani, uning hayoti va sog'lig'iga hech qanday narsa tahdid solmaganini ta'kidlamoqda.